Sharqi Turkistonda Uyg'ur, Qozoq va boshqa turklarning yig'ilish lagerlariga qamalishiga qarshi faoliyat elib borganlik uchun qo'lga ilingan Serikjon Bilasho'g'lu Qozog'iston poytaxti Nur-Sultonda yana bir qatim sotga chiqdi. U sotda o'zini qo'lga ilish jarayonida ikki soqchining o'zini jinoyat o'tkazganligini e'tirof qilishga majburlaganligini va majburlash vositasi qo'llanganligini aytdi. U meni Sharqi Turkistondagi qozoqlarning manfaatini qo'g'daganligim uchun va Qozog'istonda panohlanayotgan parchalangan oilaga yordam qilganligim uchun uyda nazarbat qilgan Qozog'istonning xalqarodagi obrazi tushidi dedi. Serikjon Bilasho'g'luning to'g'rida qo'lida hech qanday dalil bo'lmagan sotchining talab qilishi bilan nazarband vaqti 2019-yil 10-iyungacha uzartildi. Düzce şəhərlik hökumət Asar Daryosi Saatchigil yo'lida barpo qilingan Sharqi Turkiston bog'chisining ko'kartish xizmatini qildi. Ko'kartish xizmatiga ahamiyat bergan bog'chilar idorasining xodimlari purqi va ko'rinishi bilan diqqat tortgan bog'chiga o'rmon tikish xizmati olib bordi. Sri-Lankadagi terrorlik voqeasida hujumga uchirgan Saint Sebastian Katolik cherkovi joylashgan Negombo shahrida musulmonlarga tava do'kon va avtomobillar hujumga uchirdi. Saqchi taraf bayonotchisi Roan Gunasikara do'konchilar orasidagi shaxsiy jidalning diniy tus ilib cho'ngishi sababli chiqqan voqeada 2 kishining qo'lga ilinganligini va vaziyatning kontrol qilinganligini aytdi. Aqsaray davlat bexatarlik maslahatchisi John Bolton Abraham Lincoln nomli aviamatkining tuyuqsiz zarba berish atirdi va bombardimon qismi bilan O'rta Sharqqa avatilganligini aytdi. Amerikaning Eron bilan bir to'qinishga kirib qilish g'arizi yo'qligini ta'kidlagan Bolton, lekin har qanday bir hujumga qaytarma hujum qilish uchun tayyormiz dedi. Ramazonning tunji kunda shimoliy kenglik 60 gradusning ichiga joylashgan Rossiyaning Murmansk shahrida sohur vaqti bilan iftor vaqti orasi 20 soat 45 minut bo'lgan. Shuning bilan birga janubiy kenglik 54 gradusga joylashgan Argentinaning Ushuaia shahrida sohur bilan iftor vaqti orasidagi vaqt farqi bo'lgan. Shimoliy kenglikda yashaydigan musulmonlar janubiy yarim shardagilarga qaraganda texim uzun ro'z tutgan.